Erkaklarga aslida bizni holatimiz yoqadi. O'zimizdan maza qilishimiz, ichkaridagi zavqli ekanimiz, hayotda mana ichimizda to'lib toshib yashayotganimiz, energiyaga to'lib, mashinagacha to'lib maza qilib yashayotganimiz yoqadi. U sizga uylandimi? Bo'ldi, u sizni qabul qilib bo'lgan. Siz o'zingizni haligacha qabul qila olmayapsiz. Va siz shu narsani tushunishni o'rniga nima qilasiz? Har kuni o'zingizni komplekslaringizni sanab o'tirasiz. Va hattoki buni eringizga ham aytasiz. Bu yog'im falon bo'lgan-a, mana bunaqa bo'libman, semiribman-a deyurasiz. Siz qaytanga uni diqqatini o'zingizning kamchiligingizga qaratishni o'rgatyapsiz. Siz o'zingizdan zavqlaning. Men shunaqaman, meni tabiat bexato yaratgan. Men xato emasman. Meni hamma joyim ideal va unikal deyishni o'rganing. Bilasizmi, turmush o'rtog'ingiz ham shundan maza qilishni, zavqlanishni boshlaydi va bu narsaga ishonadi. Zavq bering, erkakka holat kerak. O'zini holatidan zavqlanadi erkak. Ya'ni o'sha ayolni oldida o'tirganda o'zini maza qilib his qilish kerak.